Bemorimiz 5 yoshda shikoyatlari tinimsiz burun bitishiga, tez-tez tomoq og'rib turishlariga, uxlaganda qurrak otishlariga hamda burun bitgani hisobidan anginalar kattalashib, chandiqlashib ketganiga shikoyat qilib kelgan. Bemorimizni tekshirganimizda adenoid vegetatsiyasi aniqlandi hamda surunkali tanzilit bor ekan. Hop, endi hozir oldimizga qo'yilgan vazifa adenoidlarni olib tashlaymiz, anginalarni 3dan 1 qismini qoldirib, chandiqlangan qismini olib tashlaymiz. Jarayonni kuzatib boring. Sog' bo'linglar. Hop, xudo xohlasa adenoidni tugatdik. Endi ikkita glandalarni 3dan 1ni qoldiramizda, ikkisini tashlasak, xudo xohlasa. Mana operatsiyamiz yakunlandi. Xudo xohlasa, hop, operatsiya joylari tozalandi. Adenoidlari to'liq olib tashlandi. O'rnida qonash alomatlari yo'q. Ikkita glandalari ham sog' qismini qoldirib, ikkita anginani ham chandiqlangan qismlarini olib tashladi.